İdishlarning eng yomoni dedilar Rasululloh. İnson bolasi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni bu qorin deb tursa, qorin to'ydirish siz bilan bizni hayotimiz mazmuniga aylanib qolmayaptimi? Kecha la'no yedik. Bugun nima yeymiz? Bugun somsa yeymiz. Falon joyda somsani yaxshi qilyapti. Probkalarga tiqilib bo'lsa ham borib oshib kelamiz. Kulyapsizlar, yig'lashimiz kerak o'zi aslida. Rasululloh aytdilar, umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqatlarning eng yaxshisi. Umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqatlarning eng yaxshisi. Ha, endi bu yerda ovqatni ko'p oz yeyishlik masalasi shu musulmon kishini nima ish qilishiga ham qaraladi. Beton qo'yayotgan bo'lsa, u ko'p yeydi tabiiy. Tolada ketmon chopayotgan bo'lsa, tabiiy ko'p yeydi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan odamlar ko'p yeyish kerak. Idishlarning eng yomoni dedilar Rasululloh. İnson bolasi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni bu qorin deb tursa, qorin to'ydirish siz bilan bizni hayotimiz mazmuniga aylanib qolmayaptimi? Kecha la'no yedik. Bugun nima yeymiz? Bugun somsa yeymiz. Falon joyda somsani yaxshi qilyapti. Probkalarga tiqilib bo'lsa ham borib oshib kelamiz. Kulyapsizlar, yig'lashimiz kerak o'zi aslida. Rasululloh aytdilar, umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqatlarning eng yaxshisi. Umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqatlarning eng yaxshisi. Ha, endi bu yerda ovqatni ko'p oz yeyishlik masalasi shu musulmon kishini nima ish qilishiga ham qaraladi. Beton qo'yayotgan bo'lsa, u ko'p yeydi tabiiy. Tolada ketmon chopayotgan bo'lsa, tabiiy ko'p yeydi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan odamlar ko'p yeyish kerak.